Allohim, o'zing mehribonsan. O'zing bizning ahvolimizni ko'rib turibsan. Bizga rahim qilib chiroyli bir xonadonlar nasib etginki, o'sha xonadonlarda o'zingni ibodatingni qiladigan, 5 vaqt namozingni ado qiladigan yaxshi bir hayot kechiraylik. O'zing bizning hayotimizni shunaqangi isloh qilib qo'yginki, farzandlarimiz shunaqangi tarbiyali, solih insonlar bo'lsin. Elimizga, xalqimizga foydasi tegadigan yetuk olim insonlar bo'lsin inshaalloh. Allohim, ota-onamizni ko'rib turibsan, ibodatlariga, issiq suv, sovuq suvga sharoitlari yetadigan chiroyli bir xonadonlar nasib et, qiynalishmasin qaragan chog'larda. Allohim, o'zing mehribonchiligingni ko'rsatib shunaqangi chiroyli uylar nasib etginki, o'sha uylarda qarindosh urug'larimizni chaqirib, siylay rahim qilib, chiroyli bir katta dasturxonlar, ehsonlar tarqataylik. Allohim, o'zing bizga eng xayrlilarini nasib etgin. Necha yillardan beri tirikchilik dardida ijara qiynalib yurgan birodarlarimizga, uyga muhtoj do'stlarimizga shunaqangi chiroyli uylarni niyat qilib, Yunusobod tumani Bobodehqon mahallasida joylashgan mana shu xonadonimizni ko'rsatib beramiz. Qaranglar birodarlar, orzu havas bilan ta'mirdan chiqarilgan ekan. Allohga oson, yaxshi niyatda bitta duo qilib qo'yuringlar. Inshaalloh bir kun kelib mehnatini, sababini qilibsizlar, natijasini Alloh beradi. 2.6 sotuvda qurilgan bu xonadonimiz fasadi 11,5 metr, uzunasiga 22,5 metr joyga qurilgan haqiqiy san'at asari bo'pti. Qaranglar, bekami ko'z, umuman kamchilik topa olmaysizlar. Narxini kelishtirib 325 ming so'rashotuvdi, 320 minggacha tushirishdi, yanada o'tib beradigan joylari bor ekan. Inshaalloh menga ham nasibi ro'za aylasin deganlar, inshaalloh deb yozib qoldiringlar. Birodarni birodarga qilgan duosi ijobat bo'lar ekan. O'rtoqlar, mana shu videoni sizga ilindi. Mana shu xonadon sizniki bo'lsin. Siz ham yaqin do'stlaringizga shu videoni yuborib qo'ying, shunaqangi uyni o'sha do'stingizga ravo ko'ring.